1972-yil Sovet Ittifoqi Venera 8 missiyasi. Kosmosga navbatdagi apparat uchiriladi. Maqsad Venera sayyorasiga yetib borish edi. Ammo bu apparat o'z yo'lidan adashadi. Veneraga emas, Yer orbitasida qolib ketadi. Uning nomi Kosmos 482. Oradan 53 yil o'tdi. Bu 3 tonnalik temir hali ham sayyoramiz atrofida uchmoqda va endi uxlayapti. Xalqaro ekspertlar hozirda uning Yerga qaytishini kuzatmoqda. Eng qizig'i, apparatning qulash ehtimoli Markaziy Osiyoga to'g'ri kelmoqda. Savol tug'iladi: bu xavfli obyekt O'zbekiston ustiga qulashi mumkinmi? Kosmos 482 ning aniq qayerga qulashini aytish biroz mushkul. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, apparatning Yerga qulashi 9-11 may kunlariga to'g'ri kelishi mumkin. Uning O'zbekiston hududiga tushishining ehtimoli esa hozircha juda past baholanmoqda. 3 yoki 4 marta O'zbekiston ustidan uchib o'tadi, lekin 0.05% O'zbekistonga tushish bizga omad kelsa, iltimos qilaman, shu apparatga yaqinlashmaylik, tegmaylik. Xavfli ximikatlar bo'lishi mumkin. Hamma SSR apparatlari qatga tushmasa ham Rossiya mulki. Rossiya so'rab olishi mumkin. Apparatning katta qismi atmosferaga kirishi bilan yonib ketsa-da, Veneraning og'ir sharoitlarda qo'nish va ishlash uchun mo'ljallangan yarim tonnaga yaqin massali titan shari alohida xavf tug'diradi. Bu komponent Yer atmosferasiga kirishda omon qoladi va butunlay qulab tushadi. Parashyut borligiga qaramay, koinotdagi 53 yillik muddat uning soz ishlashiga ta'sir qilishi mumkin. Sharga o'xshagan qismi bor. Shu qismi Veneraga qo'nadigan apparat. Yer atmosferaga kirganda buzilib yonib ketmaydi, butun bo'lib tushadi Yerga. Tezligi 500 km/soatgacha borishi mumkin. 500 kg, 500 km tezlikda. Bu degani samolyotdan tushgan avtomobildek tushadi. Shu o'rinda qo'shimcha qilib o'tish lozimki, sobiq Toshkent mashinasozlik konstruktorlik byurosi mazkur Venera dasturining so'nggi bosqichlarida munosib ishtirok etgan. U Venera 13 va 14 hamda Vega 1 va 2 apparatlari uchun grunt olish va burg'ulash qurilmalarini loyihalashtirgan va ishlab chiqargan. Ularni sinovdan o'tkazish esa Toshkent viloyatidagi Nevich qishlog'ida joylashgan sinov markazida amalga oshirilgan.